Technoblade haqida ozgina faktlar. Technoblade ajoyib youtuber, ya'ni Minecraft qiroli desak tushunamiz. To'g'ri, uning oxirgi marta videosi 1 yil oldin, ya'ni 9 mesej, ya'ni oy oldin. 1 yil oldin nega deyapman? Chunki u o'sha 1 yil oldin o'lgani haqida uning dadasi aytib bergan. U Minecraft qiroli edi. Dream esa Minecraft tezkori. To'g'ri, bu yerda qaysi biri qirol? Technoblade yoki Dream. Ikkalasi ham juda ajoyib. Bittasi PvP'da zo'r bo'lsa, bittasi tezkor. Dream tezkor, Technoblade esa shunchaki PvP masteri. Hammasi zo'r. Technoblade'ning oltin so'zlari. Bu Technoblade never dies. Technoblade ajoyib o'yinchi. Hattoki YouTube'da galchkasi ham bor. 18 million podpисчик va mana uning dadasi. Mana bu videosidan sizlar ko'rishingiz mumkin. Uning dadasi YouTube'ga video chiqargan. U ajoyib youtuber. Minecraft qiroli. U PvP'da, Bedwars'da va boshqa narsalarda zo'r edi. Skywars ham videolarini qarang. Mr. Beast bilan hattoki uchrashgan. U ajoyib. Uning dadasi esa shunchaki aytgan. Minecraft qiroli bu. Technoblade va Dream ham videosi. Faqat unda Dream. Do'stlar, Dreamning kanalini hozirlarga ko'rsataman. Dream asosan speedrun haqida videolar oladi. Unda 32 million bo'lishiga qaramasdan. Chunki Dream videolar chiqarib turadi. Mana 6 kun oldin Minecraft speedrun va Null Hunters. Va mana bu X-Ray hacker qarshi Fly hacker, ya'ni X-Rayga qarshi Fly hacker. Ya'ni Dreamda X-Ray bo'ladi, uning bir o'yinchisi esa Fly hackerligi bo'ladi. Do'stlar, bu Dream ham ajoyib va tezkor. Hamma videolarda tezliklarni ishlatadi. Tez. Bu ham ajoyib youtuber. Technoblade va Dream qo'shilsa qanday o'yinchi paydo bo'ladi? Shunga qiziqamisiz? Albatta, kuchli bitta o'yinchi va tezkor o'yinchi bo'ladi. Ya'ni ikkalasi qo'shilsa qanday o'yinchi bo'lishiga qiziqayapsizmi? Men bilaman. Technoblade PvP'da yaxshi, Dream tezlikda yaxshi. Demak, agar ikkalasi qo'shilsa, bu kuchli tezkor o'yinchi degan ma'noga keltirgan bitta o'yinchi bo'ladi. Agar bunaqa o'yinchi rostdan ham Minecraftda paydo bo'lsa-chi, nima deyardingiz? Do'stlar, chunki shunday o'yinchi bo'lsa, unga nom berish kerak. Do'stlar, kommentda albatta nom yozinglar. Qanday deyargan bo'lardingiz? Albatta, Dreamda ham o'zining galchkasi bor. Bu ham ajoyib. Chunki ikkalasi ham juda ajoyib o'ynaydi. Videoga like bilan omma bo'linglar. Shu bilan videomiz tugadi. Dream va Technoblade haqida ozgina faktlar berdim. Do'stlar, videoga like bilan omma bo'linglar. Sizlar bilan men Flux Edit bo'ldi. Hammaga